Oy qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun ishga kelyapman. Bugun vaxtnoyimizning oxirgi kuni. Tekshirib ketish kerak gruppalarni hammasini. Tarakandan dezinfeksiya keluvdi, hamma gruppalarni обработка chiqib ketgan. Shularni tekshirib ketishim kerak. Tozalabdilarmi qizlar, yo'qmi? Так что bugun ishga, ertaga тоже ishga. O'xlamayman ishga chiqishdi. Qizlarjonlar, sizlarga esimdan chiqibdi, ko'rsataman dedim. Qaranglar, qanaqa krasota qilingan bizda. Bu konkurs ota-onalar uyida yasab kelgan. Kafe для птиц bor. Bu yerda kормить qiladi. Bir-biridan chiroyli. Ana o'chalar. Karmushkalar. Так что mana shunaqa krasotamiz bor bizda. Qizlarjonlar, prachkamiz mana shunaqa ahvolda. Bu baxili. Oyoq kiyimlar toza bo'lib yurish uchun. Hozir kurtkamni qo'ydim. Ishda hech kim yo'q. Nima uchun kurtkamni qo'ydim bu yerga yuvishga? Chunki mana bu mashinka bor, bu sushilka. Puxaviklarni shunday pushistый qilib chiqaradi, sochoqlarni, puxaviklarni, shuning uchun shu yerga yuvib ketay dedim. Mana shunaqa. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Ish kuni boshlandi bugundan bizga. Ertalab soat 5:30 hozir. Bugun rahmatli qaynotamning tug'ilgan kunlari, shunga ish chiqarmoqchiman. Yashilni ko'kdan bichagam qilmoqchiman. Bu yerga sir добавить qilaman, smetana добавить qilaman еще. Все, boshladik. Bu yerga esa kefirdan, ряженкадан, любой кисломолочный produktdan bo'g'irsoq qilaman, xvorst. Pishni yozishini ko'rsataman sizlarga. Xudo xolsa. Manda varinец 300 grammga bir porsiyasi 300 gram berdi. Yarim kilo menga 2 porsiyani masalani solaman. Varinец kefirdan qizlardan juda ham shirin bo'ladi. Ko'ringlar. Tak. Bitta tuxum. 300 grammga bitta tuxum ketadi. Menga yarim kilo bo'lgani uchun bitta tuxum solayman. Tak, ikkita tuxum. Bir porsiyaga 300 gramm uchta qoshiq shakar ketadi. Mana bu yerga 6 ta solaman. 6 ta shakar. Ozgina tuz. Yarim chayning yarmi. Limon, oqoy o'sha qoshiq bilan 1 2 3 4 5 6 qoshiq olsin. Endi 6 stakan un solishimiz kerak. Bizda 5 yarim kilo, yarim litr bo'lgani uchun может быть 5 ta stakan ketadi. Qaraymiz hozir. Soda esimdan chiqibdi. Soda 300 gram, 3 millilitrga 300 millilitrga bir chayni qoshiq to'ldirmasdan solish kerak. Bizaniki ikkita bo'lgani uchun ikkita chayni qoshiq to'ldirmasdan solamiz. Aralashtirib, un solib ham qoldiramiz. Juda ham qattiq xamir qurmaymiz. Yumshoq qilib o'tish kerak. Undan
to'ldirib tashlamaymiz hammayimizda. Besh minutdan beramiz xamirimizni. Qizlarjonlar, ikkinchi xamirimni boshlayman. Tak. Вообще xamirlarni uchtadan stakan или кружка uni solaman. Ozgina tuz. Bir qoshiq, kichkina qoshiqcha tuz. Voy. Точно так же. 3 qoshiq. Tuxum. И ana shu o'zini o'sha krужkacha или tarelkacha nima bilan qo'yganmisalaringiz o'sha bilan suv solaman. Qizlarjonlar, ikkinchi xamirim damini olgancha sirni terkadan chiqarib olaman. Bu bizada Navoiyda bichak deyiladi bu taom. Конечно, bizada unaqa o'zimiznikidek ko'k o'tlar yo'q. Shuning uchun qo'limda nima bo'lsa, ko'k piyozmi, shivitmi, ukrop, hamma narsa nima qo'limda bo'lsa hammasini solaman. Salatni barglaridan ham solib qilishim mumkin. Chunki yoshligimizda yeb yurganimizda juda ham yeyimiz keladi, juda ham sog'inamiz. Ko'k somsani, ko'k bichakni, keyin smetana qo'shaman. Ozgina tuz soldim. Tuz ko'p solmayman. Hozir aralashtirib ko'rdim. Zelinim juda ham ko'plik qildi. Ozginasini olib qo'ydim va yaxshilab hamma masalliqlarni aralashtirib taxlab qo'yaman. Birinchi xamirim bu bir sog'imni xamiri tayyor. 15 minut dam oldi уже. Yaxshilab yoyib, oldin shunaqa qilib tuylada kesardi bizada. Hozir bilmayman sizlar kesasizlarmi yo'qmi shunaqa. Uzun poloskachalarga kesib, kichkina treугольникchalar qilardik. Treугольник emas, rombikchalar. Rombikchani ham o'rtasini kesib, chiroyli qilib bukib olardik. Bilmadim, kommentariyada yozib qoldiringlar, nima deyilardi. To'g'risi esimda yo'q. Nomi bor qanaqadir. Yoshligimda esimda qolgan ayam bilan qarindoshlarimiz to'ylarga borsak, kichkinagina edim, shunaqa bukishga yangamlar bilan o'tirib shunaqalar bukishga yordam berardim. Shular esimda qolgan. Har safar shuni bukkanimda nostalgiya deydi-ku, shu narsalar esimga keladi. O'zimiz to'ylar baribir boshqacha qizlarjonlar, hech narsa teng kelmaydi o'zimizda ma'rakalarga, to'ylarga. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib bukib olaman bu bo'rsoqchalarimni va уже yog'ni qo'ydim. Bu yerdan bukayveraman, bu tomonda esa pishirib olaveraman. O'zimizda ayollar, конечно, bir ishni boshlasa, ikkita uchta ishni sразу birgalikda qilib ketaveradi. Bu hamma ishimni ertalab tongda boshlaganman, 5:30da. 7:30da uydan chiqib ketishim kerak ishga. 2 soat vaqtim bor. Mana shu 2 soat ichida bu bo'rsoqlarimni ham, bichagimni ham pishirib, chiroyli qilib taxlab stolga qo'yib ketishim kerak zavtrakka. Ishga ham olib ketaman. Ishga ko'p tarqataman bu bo'rsoqlar, chunki urf odatimiz bor o'zimizni.
Ertalab sizlar nimalarga ulgurasizlar ishgacha bo'lishib o'tinglar. Menga juda ham qiziq. Qizlarjonlar, mana shu retsept bo'yicha bo'g'irsoqlar pishirib ko'ringlar, tavsiya qilaman. Juda ham shirin, og'izda erib ketadi bo'g'irsoqlar. Men haftada tez pishirib turaman. Haftada bir marta, даже 2 marta ham pishirib turaman. Chunki choy bilan yeyishlik juda ham, xohlasangiz go'shonli молоко bilan, xohlasangiz asal bilan, prosta o'zini yesalar ham bo'ladi. Agar yaxshi ko'rsalar, ustiga saxarni pudra yesalar ham bo'ladi. Juda ham shirin, tavsiya qilaman. Men O'zbekistonga borganimda opamlarga ham retseptini qilib ko'rsatib berdim. O'zimni opalarim ham holigacha shunaqa bo'g'irsoqlar pishiradilar. Bolalar, to'g'risini aytsam, bolalarga juda ham yoqadi. Qilib yeb ko'ringlar bir marta, keyin постоянно qilishga o'tasizlar. Bo'g'irsoqlarim bu yerda pishyapti. Yonida xamir oshimni yaxshilab chiroyli qilib yozib bo'ldim. Katta qilib bichaklik qilib kesib oldim. To'rtburchak qilib. Endi nachinkasini solib, bukib, asta chiroyli qilib qo'yaman, xudo xohlasa. Qizlarjonlar, bo'g'irsoqlarimni pishirib bo'ldim. Endi bichaklarimga navbat. Yonida tarelkada kartoshka, sabzi va sveklani pishirib qo'ydim. Salat qilishga, uspet qilmadim. Ishdan keyin qilaman, xudo xohlasa. Bichagim pishgancha ishlatgan posudalarimni yuvib qo'yishim mumkin. Ishlatgan texnikalarimni yuvib, artib tozalab qo'yaman. Keyin qilishga vaqt yo'q birinchidan, ikkinchidan hamma joy chiroyli qilib taxlab qo'yib ketgim keladi. Bilajonlar, bichaklarim pishyapti. Soat 7:30. Men bularni pishirib bo'ldim chiroylikina qilib. Biz kofe choy ichaman, sochimni quritaman-da, ishga kech qolaman boshqa. Qizlarjonlar, bugun yana bizda qor. Havo sovuq emas-no. Ko'llar yaxlab qoladi. Chiroyli. Manzara juda ham chiroyli. Qorlarni g'irchillashini eshitinglar deyman sizlarga. Qizlarjonlar, qor urayotibdi bugun ham. To'g'rirog'i kechadan beri. Voy, qor tozalashni yaxshi ko'rasizlarmi? Menga yoqadi. Ishdan keyin hozir keldim. Ishdan keyin prosta qorda surib nima qilib tozalaymiz. 15 minutdan 20 minutda yig'ishtirdim berdi. Qorlarni chiqarib tashladim. Mana bir ozgina qo'llar. Kechqurun esa tug'ilgan kunni davom ettirdik. Bu narsalarni qilishimiz sababi bolajonlarimiz
Biz o'tib ketgandan keyin mana shunaqa qilib bizani ham eslab yurishlarini, nevaralarga ko'rsatishlarini juda ham xohlaymiz. Odatlarimiz yo'qolib ketmasligi uchun. Qizlarjo'nlar, bugun magazinga keluvdik. Shkaflarimni tagiga yozishga bunaqa klyonkachadan olmoqchi edim. Afsuski bu magazinda topolmadim. Вообще shu magazindan olaman постоянно, nimagadir shu safar qolmabdi, hamma sotib olganman. Mana bunaqa korobkachalarimni olishda davom etyapman. Qizimning xonasiga ozgina oldim, ko'rsatib o'taman keyin. Garderobga kiyimlarimga ham olishim kerak edi. Qishki kiyimlarni olib qo'yishga, shularga ham yangi chexolchalar, idishchalar oldim. Xudo xohlasa chiroyli qilib birgalikda joylaymiz. Sizlarga yana obzor qilib o'tay dedim. Kuxonniy va vanniy narsalarga mana bunaqa chiroyli idishchalar, men yaxshi ko'rgan, ishqilib men yaxshi ko'rgan narsalarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Har safar shu magazinga kelsam, juda ham aylanib, tomosha qilishlarni yaxshi ko'raman. Bir nimalar olgim keladi. Turmush o'rtog'im narsadan tuymaysan deydilar. Men o'zimga olayotganim yo'q, men uyga olayman deymanda, postoyanno tortishamiz. Lekin har safar kelgan paytim yangi assortimentlar juda ham chiroyli va shu did bilan qilingan narsalar menga juda yoqadi. Bunaqa narsalar qizlar, sizlarga ham yoqadimi? Yoki bitta mana shunaqa narsani devonasimanmi? Umuman bunaqa chiroyli milenki narsalarni yaxshi ko'rmasdan iloji bo'lmasa kerak. Bularni qaranglar, qanday chiroyli. Вообще шикарный narsalar. Bularning hammasi keramический qizlarjo'nlar. Plastmassa arzon emas, arzonlari ham bor bu tomonda. Lekin именно mana shu отдел keramический qimmat, juda ham chiroyli. Banniy sochiqlarni qaranglar, qanday chiroyli. Xuddi nimada gostinitsadagi sochiqlarga o'xshaydi. Mana bular вообще kuxnyaga ham, tualetga ham juda ham chiroyli o'qiydi. Xudo xohlasa keyinchalik almashtiraman asta-sekinlik bilan. Verandamizni remonti davom etmoqda. Bittagina usta ishlayapti bizada. Mana shunaqa narsalarni olishga keluvdik. Jo'ra magazinga keldim. Lazanya qilib ko'rmoqchiman. Shu Barilladan oldim. Qizim o'z magazindan kelib, mana buni oldim. Ikkita smetana. Qizim o'ziga kofe olgan, men o'zimga kofe. Semechka kechqurun kino bilan sup tayyorlamoqchiman. Bu morоженое bilan yeyishga shokolad. Qizim o'ziga olgan. Kvaşinniy kapusta. Buni qarang, завтракка qilib bolalarga ertalabki. Yigitlarga shampun. Qizim o'ziga shampun olgan. Qizim magazinga borib turibdi, qaranglar qanaqa kitob sotibdilar. Samarqand. O'zimiz Samarqand haqida qanchalar kitob o'qib turish kerak. Bu Azori здесь тихий. Qizim o'ziga ruchkalar olgan. Ko'rdingmi? Nima o'zimga mashinaga telefonni qo'yishga o'zimga oldim. Keyin nimacha oldik? Mashina yuvishga trapkachalar. Yaxshi trapkachalar bu xo'jayinim mashina. O'zimga jigarim. Bunaqa. Qizlarjo'nlar kech bo'lganda kino ko'rib popkorn yegimiz keldi. Shuning uchun popkorn olishga keldik. Hozir bolalarni jo'natib yubordik. Mana bunaqa shirin popkornlar olib kelishdilar. Endi uyga yo'l olamiz. Qizlarjo'nlar, bugun esa rahmatli qaynonamning tug'ilgan kunlari. Shunga ham chiqarmoqchiman. Kichkinagina somsachalar qilmoqchiman. Bugun lazanya ham tayyorlab ko'rmoqchiman. Ko'p kafelarda yeganman. Buni postoyanno o'zim tayyorlashni orzu qilardim. Va nihoyat shu bugun yetib keldi. Xudo xohlasa
bugun tayyorlamoqchiman. Birinchi go'sht farsh qilib olamiz. Ozginasiga somsachalarga piyozni ham мясорубкаdan o'tkazib oldim, to'g'ri o'tirmaslik uchun. Somsamni nachinkasiga farsh, piyoz va tuz va murch solaman. Boshqa hech narsa aralashtirmayman. Qizlarjonlar, bugun холодец qo'ymoqchiman. Yangi yilda pishiruvdik, yeb bo'ldik уже. Xo'jayinim aytadilar-ku, 2-3 marta mana shunaqa 2 soat suvga solib qo'yib, yaxshilab yuvib keyin pishirish kerak deydilar. Sizlar qanaqa qilasizlar aytinglar. Men bu to'g'risini aytsam birinchi marta eshitayman. Hozir buni kichkina samsachalar qilmoqchiman. Наверное, obedga. Boshladik işte. Hamrosh qilaman hozir. Qizlarjonlar, hamroshimni o'zimni sevimli mashinkamda qilaman. Hamroshimga hamma hamroshim, pelmennikiga ham, mantinikiga ham. Pelmennikiga tuxum ko'proq solaman. Обычно oddiy xamirlarga bitta tuxum, 2 stakan un, o'sha stakan bilan 1 stakan suv, sovuq suvni, issiq suvni kimlardir kipyatokda qiladi, bez razницы nimaga qilsalaringiz. 1 qoshiqcha tuz va 3 qoshiq oq moy solib xamir qoraman. To'g'ri, mashinkam xamir qoradi. Xamirim ozgina dam olgandan keyin yoyishni boshlayman. Обычно hamroshda yoyib, hozir kesishni ham ko'rsatib o'taman qanaqa qilib. Qizlarjonlar, o'tgan videomni kommentariyasida ko'pchilik yozishibdi, qanaqa sredstvo bilan shkaflarimizni artdingiz deb. Men ko'pincha o'zim qo'ldan tayyorlayman. Обычный domestosga, ozgina domestosga oddiy suv solib, yaxshilab aralashtirib, nafaqat shkaflarimni, hamma joylarni, stollarni ustini ham, даже unitazlarni ham sepib artishim mumkin. Vannalarni, hamma joylarimni mana shu sredstvo bilan artaman. Agar domestoslarsiz bo'lmasa, просто обычный beliznami, shunaqa agressivniy sredstvani ozginaginasini ko'p miqdorda suvga aralashtirib, легкий shunaqa очистительlar tozalovchilaringiz bo'ladi. Ko'pchilik emas, eshitganman, ko'pchilik nima ham qiladi. Oddiy suvga 3 qoshiq yog' aralashtirib, 1 litr suvga 3 qoshiq обычный o'zimizning yog'imizdan va konditsioner soladi labelga. U ham juda ham yaxshi sredstvo deb eshitganman, lekin o'zim qilmaganman. Pollarni yuvgan paytim обычно konditsioner solib yuvaman, чтобы chang o'tirmaslik uchun. Uydan yaxshi hidam keladi konditsioner bilan yuvsangiz. Albatta yaxshi hidi bor konditsionerdan. Shuni bilaman. Boshqa sredstvolar qilib ko'rmaganman. Lekin ko'pchilik nimalarimda vloglar ko'raman, o'shalarda uksusdan ham taxlaydi, spirtdan ham taxlaydi ko'pchilik. Qilib ko'rganim yo'q lekin o'zim. Lekin gapirishlari bo'yicha xolodilniklarni yaltillatib yuvadi o'sha spirtlik, uksuslik sredstvo ham. Somsachalarimni mana shunaqa qilib chiroyli qilib bukib oldim. Chiroyli qilib kesib, треугольникcha qilib, qizigan yog'da pishirib olaman, xudo xohlasa. Biza xo'jayinim shunaqa somsachalarni juda ham yaxshi ko'radilar. To'yda ham shunaqa ko'p somsalar qilardik. Yodimda shu to'yda somsasidan qilib ber deb постоянно shunaqa zakaz qiladilar. Buni ko'pchilik маленький чебуречки ham deyishadi. Juda ham shirin, choy bilan yeyishlik. Qizlarjonlar, yana bir kommentariyada Telegram kanalimdami yozibdilar, fizkultura qilayotgan payti mashqlarni, bolalarni fizkultura mashq qilayotgan paytlarini videoga olib tashlang debdilar. Unaqa qilolmayman qizlarjonlar. Rossiyada bunaqa narsalar nima deydi, приветствоваться qilinmaydi, chunki ota-onasini ruxsatisiz videoga olishga haqqim yo'q. Orqa tomondan olishim mumkin, lekin yuz tomondan ololmayman.
uzr so'rayman shuning uchun. Lekin fizkulturniy kabinetga kirsangiz hamma bachchalar sizga qaraydi. Shuning uchun buni hech iloji yo'q orqa tomondan olishdi. No, sport zalimizni обязательно ko'rsatib o'taman. Sport zalimiz hammani sport zaliday, lekin bizani trenajyorniy nimachilarimiz ham bor. Trenajyorlarimiz ham bor. Ularni ham ko'rsatib o'taman xudo xohlasa. Men bu setkamni aytib o'tmoqchi edim. Juda ham mo'y, juda ham hamma joyga sachramaslik uchun skоворodkalarimga ham bunaqa setkachalar olganman. Qozonga ham go'sht qovurgan paytiz hamma joyga mo'y sachramaslik uchun mana shunaqa setkachalik krishkachalarni yopaman. No, albatta bunda ham sochiladi mo'y, sachraydi, no qanchadir qismini baribir himoya qilib turadi. Ko'p mo'y sachramaydi. Agar bilmagan bo'lsalaringiz aytib o'tmoqchiman. Rossiyada qizlar bilmaskan bunaqa narsani. Shuni aytganimda birinchi marta va shunaqa narsa ham bormi, birinchi marta eshityapmiz devdi-da. Shuning uchun sizlarga ham aytib o'tay dedim bilmasalaringiz. Somsachalarimni ham pishirib bo'ldim. Mana bunaqa chiroyli shirindan shirin somsachalarim pishdi. Endi esa lazanya tayyorlamoqchiman. Uning uchun selderey, sabzi, piyoz, farsh va spetsialniy lazanyani listlari kerak, xamir oshi va sutlik sous ham taxlayman. Sutlik sous oddiygina sut, sariyog', ozginagina un, xuddi ataladay quyuqlashtirib olamiz. И все. Вообще bu taomni ko'p yeganman, o'zim tayyorlab ko'rmaganman biron marta ham. Birinchi marta tayyorlab ko'rishim juda ham yoqdi qizlarjonlar. No, menimcha sousini, to'g'rirog'i farshini juda ham ko'p sovorganman. Keyingi safar albatta sal kamroq solaman. Chunki xamirni listlaridan 3 qator bo'ldi. Men ko'proq sous sovorganim uchun. Sous kamroq solsangiz, xamirning qavatlari ko'proq bo'ladi. No, bu конечно ta'miga ta'sir qilgani yo'q, no men ko'proq xamirlik sloyi ko'p bo'lishini xohlayman. Birinchi ozgina sariyog'ga ovishlarimizni solib yaxshilab qovurib olaman. Keyin farsh solamiz. Farsh solib ham yana yaxshilab qovurib olamiz. Undan keyin esa tomatning pasta soldim. Xohlasangiz pomidor sosalar ham bo'ladi. Pomidor sosi yana shirinroq bo'ladi. No, pomidorni po'stini tozalab qaynatilgan suvga ozgina ushlab turib, keyin sosalaringiz juda ham mazali bo'ladi. Qizlarjonlar proporsiyasini aytib o'tmayman. Bu yerda bitta sabzi, 1 dona piyoz, 2 dona piyoz kechirasizlar. Selderey, bittagina listchasi. No, selderey shart emas, no selderey boshqacha ta'm beradi. Shuni ham aytib o'tay. И 400 gram, где-то 400-450 gram farsh soldim. 1 qoshiq, to'la qoshiq bilan, katta qoshiq bilan tomat soldim. И все, pripravalar har xil, qanaqa pripravani yaxshi ko'rsalar, shunaqa solasizlar. Bu yerga 1 gram ham suv solmadim. O'zini ovishlarni, go'shtni, farshda o'zini suvi chiqadi, soki. Yaxshilab birinchi qovurib olib, keyin ozgina tushit qilaman. И oxirida duxovkaga 20 minut qo'yamiz. Pishib ketadi hamma narsa, hech narsa xom qolmaydi. Tez kunda keyingi videomni ham chiqaraman. Почти так, ozvochka qilishim kerak и все. U yerda kosmetikalarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. To'g'rirog'i yuz parvarishlarini, soch parvarishlarini, nimalar sotib olganlarimni ko'rsataman xudo xohlasa. Sitora degan singlimiz yozuvdilar, shularni ko'rsatib o'ting, nimalar qilasizlar, qanaqa parvarish qilasizlar deb. Shunani xudo xohlasa ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda esa sutlik sousimiz tayyorlaymiz. Uning uchun 40 gram sariyog', 40 gram un ketadi va 1 litr emas, 900 ml sut soldim. Birinchi un bilan sariyog'ni yaxshilab qovurib olaman. Keyin sutni solib, kamochkachalari, durdalari ketgancha, durda bo'lib qolmasligi uchun
yaxshilab aralashtirish kerak qiziljo'llar. Bir chimdim nima soldim? Muskatniy oreh soldim. Ozgina tuz ham solish eslaringizdan chiqmasin. Yaxshilab aralashtirib, quyuq bo'lguncha aralashtiramiz. Sutlik sousimiz tayyor. Kecha kichkina shorts chiqaruvdim, kichkina qisqa videolardan qanaqa qilib ovqatlar qilganimni. Sizlarga shunaqa videolar yoqadimi, yo'qmi? Shularni ham yozib qoldiringlar kommentariyada. Agar ko'pchilik yoqadi deb yozsa, ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Qiziljo'llar yana ko'pchilik konkurs haqida so'rab o'tishadi. Nima shartlari qanaqa edi, nima uchun konkurs deb. Shuni aytib o'tmoqchiman hozir videoyimda. Konkurs prosta eng yaxshi, eng chiroyli kommentariya uchun bo'lgandi bizda. Asoba shartlari, hech qanaqa shartlar yo'q. Prosta chiroyli kommentariya uchun sovg'a berdim. Xudo xohlasa 8-martda ham shunaqa konkurs e'lon qilmoqchiman. Telegram kanalim va ikkinchi kanalimni mana shu videoyimni opisaniyasida qoldirib o'taman. Opisaniyani qanaqa topishni yana aytib o'taman. Kundalik hayotim deb videoning nazvaniyasidan keyin pastiga bossalaringiz opisaniya degan joy chiqadi. Shuni bosib keyingi kanalimga или Telegramimga qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Telegramda bizda juda qiziq. Qizlar bilan har kuni yozib turishamiz. Yangi nimalar biz bilan novostilarimiz bilan bo'lishib turamiz. Alohida tashakkur aytib o'tmoqchiman. Kommentariyada ko'p chiroyli gaplar, ko'p chiroyli so'zlar, tilaklar yozasizlar. Bu men uchun juda ham поддержка, что tushunib yetamanki, videolarim kimgadir salgina bo'lsa ham foydali, kimgadir salgina bo'lsa ham qiziq. Men uchun bu juda ham muhim qizlarjonlar. Поддержкалар uchun kattakon rahmat. Yana qanaqa mavzularda videolar olishimni yozib o'tinglar. Albatta sizlarni savollaringizga qarab shunaqa videolar olishga harakat qilaman. Xudo xohlasa, shu bilan videoyimni yakunlayman qizlarjonlar. Agar videoyim qiziq bo'lgan bo'lsa, salgina foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpisatsiya qilishni yodingizdan chiqarmanglar. Men uchun bu juda ham muhim. Meni kanalimni razvivat qilishga juda ham yordam berasizlar. Sizlarga qiyin emas, menga esa juda ham приятный deydi-ku, shunaqa uchun sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Apaylab tag'i кездесу қолайлы жан рахаттанды. Oh my love, apaylab tag'i кездесу қолайлы жан рахаттанды. Oh my love, жолдан тағы күтіп алған келеме, жеткізбеді автопан шамдар жаннат. Біз ұнатқан пәтерде шыдайынды кеп қалам. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш.